أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik aziz Müslüman qarindoshlarimiz, bugün har bir qaysingizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan darslik temamiz Payg'ambar alayhissalatu vassalamning maxfiy da'vat hayotini o'zimizga qandoq o'lga qilamiz degan temada bo'ladi. Aziz qarindoshlarimiz, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning bütün hayoti o'zini musulmon deb da'vo qilgan, musulmon deb o'ylagan barliq kishilarga nisbatan eng jonliq buyuk bir o'lga. Bu haqda ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas Qur'oni Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlarga Allohning payg'ambarida go'zal o'lga va namunalar bo'ldi dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hayoti her bir Müslümana nispeten canlıq bir ölgüdür. Nima uchun canlıq ölge? Payg'ambar alayhissalatu vassalam mana shu o'zining 23 yillik hayotida siz bizga nisbatan ilib berishga tegishlik, qo'llanishga tegishlik barliq hayot ko'rinishlarida büyük bir ölgünü qoldirib dunyodan ketdi. Biz hayotimizda Payg'ambar alayhissalatu vassalamni canlıq ölgü qilgan vaqtimizda Payg'ambar alayhissalatu vassalamning tarixiy faoliyatlariga cho'nqur nazar solish orqali buni o'zimiz yashagan davri sharoitga muvofiq tatbiqlash orqali biz mana bugungi duch kelgan har bir zulm zo'ravonlik, har bir jiddiy masalalarni hal qilishda yaxshi bo'lgan bir chiqish yo'lini albatta topib olamiz. Biz bugünkü bu temamızda Peygamber aleyhissalatu vesselam nima uchun davetinin beshidala ishni maxfiy boshlanishdan, yani maxfiy davet elib berishdan boshladi. Biz bu haqda to'xtalamiz. Aziz qarindoshlar, har qanday bir narsa bu kichiklikdan cho'nglik qarab taraqqiy qilish uchun, ozlikdan ko'plik qarab taraqqiy qiladigan bo'lish uchun, acizlikten küçülüğün bulaş için çokum bu evvelede başkala bayqıyanmaydıgan, başkala onu sezenmeydigan bir revişte başlanış gerek. Mana hemimiz bilimiz bir uruğunun özü ta bıxlanıp hemmeden kögüdek bir halet şekillengenge kadar tuprakның astada mahfi bıxlanıp, mahfi yıldız tatıp, anından kin bu toprakның yüzüge çıkıdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam tuncu qatımlık hareketine mahfi teşkilleniş ve mahfi davetten başladı. Gerçi ulug' Rabbimiz Allah subhanahu ve taala ve taqaddas Peygamber aleyhissalatu vesselamның risaletini qum fa'anzir degan buyruq bilan Peygamber aleyhissalamni canlıq, titik, ruhluk bulaşqa o'rnidan dast turib o'zining büyük mecburiyet ve mesuliyetlerinin hüddüsüden çıkışqa, bu millet, bu kavmning özüne Allah tarpingi çaqırık qilishqa, butku baş urishdan agahlandırışqa Allah subhanahu ve taala buyruq bergan bo'lsa-mu, ammo Peygamber aleyhissalatu vesselam ta ki ulug' Rabbimiz Allah subhanahu ve taala tarpinden fasda bima tu'mar wa'riz anil mushrikin degan oyat tushganga qadar ve enzir aşiretekel akrabin degan ayet tushganga kadar Peygamber aleyhisselam ishni yushirin, maxfi ana shundaq ravishda elib bordi. Nima uchun? Chunki Arab aholisi asosan bir butun butparastlik aqidasi yamragan, o'zining qo'li bilan yasagan butga cho'qinib uni ilohlashtirib olgan, hammaning edisi, hammaning ruhiyati asosan jaholat patqoqlarida cho'nqurlab singib ketgan. Avraz kataklarida ana shundoq cho'nqurlab
şu patqaqlığı petib ketgan mushundaq bir holat deydi. Agar bularga nisbatan tunji qitim dunyoning igisining faqat yigani bo'lgan bir Alloh ekanligini, dunyoda butun insoniyat ve çoqunishga tegishlik, bo'ysunib itoat qilishga tegishlik bo'lgan zotning yigani Alloh ekanligidan iborat bu haqiqatni bularga tunji qitim oshkor o'tirg'i qo'ysa, Payg'ambar alayhissalatu vasallamning da'vati, diniy harakati ishning beshidili to'salg'iga uchraydi. Buning uchun Payg'ambar alayhissalatu vasallamga Alloh subhanahu va taolo tarafidan shunday ilhom qilindiki, ishning beshida maxfiylik bilan yo'l tutish. Mana bu ilhomi berildi. Hem Peygamber aleyhissalatu vesselam özünün davetinin beşidila maxfiy tashkillanish ve maxfiy davet arqılık yol tuttu. Biz mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselamның bu 3 yıllık maxfiy davet, maxfiy tashkillanish hayotiga qaraydigan bo'lsak, sahabi kiramlarning ishning beşidila bu maxfiy degan hukmni qandaq tushunganligini, Peygamber aleyhissalatu vesselamның mana bu sahabi kiramlarni ishning beshida qandaq ulluq mükemmel yetishtirganligini biz albatta ko'rib olaymiz aziz birodarlar. Hatta sahabi kiramlar mana bu 3 yillik maxfiy da'vat jarayonida gerçi musulmon bo'lib bo'lgan Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan maxfiy ko'rishib, maxfiy Peygamber aleyhissalatu vesselamning atrofiga uyushadigan bir holat shakllangan bo'lsa-mu, ammo bular kunduzi Mekke, Kabe'nin atraflarında Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen uçuruşup kalışkı doğru kelsa, hiçbir Müslüman boğanda kıyafet emas, birbirini tunitkan kıyafet emas, en şundak haletlerde uçuruşattı. Şu kadar çandığımaydı. Mahfiylikki şu kadar ehmiyet vergen. Endi biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın mana bu mahfiy davet jarayonidagi bir noktani biz özümüzge alaydı bir ölgü süpütede yurtadigan bo'lsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mana bu maxfiy davet ilib berish jarayonida Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ibaret ümmetning kumandanı, rehbiri bo'lgan bu kishi o'zi tashkillagan, o'zi da'vat qilgan mana bu kishilar bilan cho'qim maxfiy uchrashadigan, bularga maxfiy ta'lim beradigan, maxfiy bularga yo'l yo'riq prinsiplarni o'rgatadigan bir uyushish markazi bo'lish kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam mana bu markazning o'zining sahobalarining ichida yeshi eng kichik bo'lgan Arqam radiyallohu anhuning uyini mana bu yig'ilish markazi, da'vat markazi qilib tanladi. Biz nima uchun Peygamber aleyhissalatu vesselam mana bu Arqam radiyallohu anhuning uyini maxfiy da'vat markazi qilib tanladi? Buningdagi hikmat nima? Biz bununla qaraydigan bo'lsak, buningdan ajoyib o'zgacha bo'lgan nuqtalarni tushunib olishimiz mumkin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mana bu Arqam radiyallohu anhuning uyini maxfiy tashkillanadigan, maxfiy da'vat qiladigan bir markaz qilib tanlaganligidagi hikmat mundaq 3 nuqtaga mujassam bo'ladi. Buning birinchisi, Arqam radiyallohu anhu shu vaqtning o'zida o'zining musulmon bo'lganligini hech kimga uqtirmagan. Quraysh mushriklardan hech kim Arqam radiyallohu anhuni musulmon deb o'ylamaydi. Biri Arqam radiyallohu anhu o'zining musulmonligini oshkorlamagan, Quraysh mushriklari Arqam radiyallohu anhuni musulmon degan ideyada emas edi. Bu bir. Ikkinchi birisi, şu vaqtning o'zida Arqam radiyallohu anhu bo'lsa va uning uyi bo'lsa, Mahsum jamoatininki qat markazi etdi. Mahsum jamoati bilan Hashim jamoatining o'rtasida o'zaro raqobat sababidan maydonga kelgan ziddiyatlar ve bir-biri bilan asonlik to'qinishib qilish ehtimoli mavjud edi. Bunda avvalda har qanday bir mushrik o'ylaydiki, Payg'ambar alayhissalatu vesselam ve uning sahobalari agar Mahsum jamoatining qat markazida da'vat markazi quribdi, ular bir yerga uyushid ekan, birlashib parang qilishid ekan degan xabar anglangan taqdirdimi, ular asla ishonmasligi mumkin-di. Nemishqa o dushmanning qat markazida bir da'vat markazining bo'lishi har qanday bir odamning aqlidan o'tmaydigan bir masala edi.
Bularning gumonlanmaslik uchun mana payg'ambar alayhissalatu vassalam shu mahsum jamoatining qalb markaziga o'rnashtirilgan Arqam radhiyallohu anhuning uyini payg'ambar alayhissalatu vassalam da'vat bazasi, da'vat markazi qilib tanladi. Buningdagi uchinchi sabab bo'lsa, shu vaqtning o'zida Arqam radhiyallohu anhuning yashi amdala 16 yoshda edi. 16 yoshdagi bo'lgan bir sahobaning uyini payg'ambar alayhissalatu vassalam da'vat markazi qilib tanlabdi degan xabar tarqatilgan taqdirdami, hech qanday bir mushrikning buningga ishonishi asosan muqarrar emas edi. Nimishqa? Bu yosh kichik bu. Agar Muhammad alayhissalom o'zining sahobalari bilan maxfiy uchrashadigan, maxfiy to'planadigan bir markaz bor ekan degan xabar anglangan taqdirdami, cho'qim ular Abu Bakr radhiyallohu anhuning uyida to'planadi degan bir ideyaga albatta kelishi muqarrar. Ama payg'ambar alayhissalatu vassalam mana bu Quraysh mushriklarining diqqatini tortmaydigan, ularning diqqatini o'ziga bormaydigan intan strategik bir ravishda Arqam radhiyallohu anhuning uyini da'vat elib bordigan va o'zaro uyushib sahoba kiramlar bilan ana shundoq uchrashadigan, ularga diniy ta'lim tarbiyalarni berdigan bir mukammal bir bazani Arqamning uyida qurdi. Mukammal bir madrasani Arqamning uyida payg'ambar alayhissalatu vassalam shakllantirdi. Xo'sh, endi biz bu payg'ambar alayhissalatu vassalamning bu ravishdagi, ya'ni maxfiy tashkillanish va maxfiy da'vat elib berish jarayonida qo'llangan bu vositalardan, shu jumladan hatto payg'ambar alayhissalomning sahoba kiramlarining bu da'voda maxfiylikka naqadar ahamiyat berishi, bunun naqadar amal qilishidiki bu nuqtalardan payg'ambar alayhissalomning Arqamning ro'ylusini, buning uyini maxfiy da'vat markazi qilib tanlashdiki, mana bu nuqtalardan biz qanday o'lga olamiz? Biz bir musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan bu vaqaliklar bizga nisbatan bir o'qiblik qo'ydigan yoki nazariya nuqtasidan o'giniblik qo'ydigan bir holat bo'lib qolmasdan, biz chuqur buni o'zimizning bugungi realligiga, bugungi hayotiga mukammal tatbiq qilishimiz kerak. Biz musulmon bo'lgan ekanmiz, har zaman bizningki elib borgan faoliyatlarimiz har turli besimlarga ve her türlü to'solg'ularga uchrashi aniq. Ba'zi kishilarning ilib borgan diniy faoliyat tashviqotlari balkim payg'ambar alayhissalatu vassalamning maxfiy tashkillanish va maxfiy da'vat bosqichlariga muvofiq kelishi mumkin. Ba'zi kishilarning ilib borgan faoliyatlari payg'ambar alayhissalatu vassalamning oshkora da'vat ilib borgan, oshkora faoliyat ilib borgan jarayonlarga tatbiqlanadigan bosqichda bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilarning hayoti payg'ambar alayhissalatu vassalam milodi 622-yili Makkadan Madinaga hijrat qilib, Madina tuprog'ining o'zida bir buyuk islomiy davlat qurgan, shu hayotga ham tatbiqlanadigan bir hayotni beshidan o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bizga o'xshagan bir Uyg'ur musulmonlar uchun bizning na davlatimiz yo'q, na fitrat tug'udak mukammal bir rayonimiz yo'q. Hatta bizning bir islomiy bo'lgan bir markazimiz bo'lmagan, mushundaq bir sharoitdagi musulmon biz. Bundaq bo'lgan vaqtida biz bugungi vaqtning o'zida hamma narsamizni oshkora, hamma ishimizni oshkora qilib berishimiz kerakmi? Yoki bo'lmasa payg'ambar alayhissalatu vassalamning mana bu maxfiy da'vat, maxfiy tashkillanish hayotidan unumli o'zimizga yaxshi o'lgilarni elib, biz ishning bishidala ishni puxta besishimiz kerakmi? Qarab beqinglar birodarlar. Biz dünyanın qayerga borsak, dünyanın qayerda yashasak, biz hatta bizni qul qilgan, bizning tuproqlarimizga tajovuz qilgan, islomimizga, e'tiqodimizga, musulmonligimizga, kimligimizga tajovuz qilgan mana bu tajovuzchi kuchlar hech qachon biz uni dushmanlik sepidan chiqarayotgan taqdirdami, ular hech qachon bizni dushmanlik sepidan chiqarayotmaydi. Uyg'ur musulmon bo'libganmiz, dunyoning qayerda yashayli, ular bizni dushman deb to'naydi. Anda o'g'an vaqtida biz bir o'zimiz musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan islomning davosini qilayotgan, bir millat va bu millatning hurligi va izzatining davosini qilayotgan bir musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan bugun biz o'zimizning islomiy da'vatini, islomiy hurligini va o'zimizning buningdan keyingi buyuk izzatimizni qo'lga keltirish uchun ishlarimizni qanday qilib berishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom ishning beshida daxl tarzga uchirmaslik uchun,
ziyankesh kuchulmaslik uchun, her türlü xiristlarga duch kelmaslik uchun o kadar yushurinlik bilan, o kadar puxtalik bilan, o kadar mükemmel stratejilik ana shunday vositalar bilan tutdi. Ammo biz ve bizga o'xshagan musulmonlar cho'qim o'zimizning buningdan keyingi faoliyatlarimizda mükemmel stratejilik holatda yo'l tutishimiz bizga nisbatan jiddiy zarur. Bunun için biz özümüzün daveti, teşviqati, ta'lim tarbiyalari ve siyasi davalarımızda hamma narsamizni oshkor holat o'tirg'i qo'ymasdan, balki maxfiy ravishda yo'l tutishimiz, maxfiy ravishda tashkillanishimiz, jamoatlashishimiz ve o'z ichimizdan chiqqan munavvar ana shunday talant egallarini qo'g'daydigan, himoya qiladigan, ularning rolini joriy qildiradigan ve bir turkum ana shunday dinni ta'til tushunib qolgan kishilarni cho'qim dinni to'g'ri tushunadigan, to'g'ri tushundiradigan bir holatni barpo qilish uchun strategik ana shunday puxta yo'l tutishimiz bizga nisbatan jiddiy, muhim, zarur bo'lgan masalasi birodarlar. Shuning uchun biz ve bugünkü sharoitning o'zida Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotidan yaxshi ulgularni elishimiz kerak. Allah subhanahu va taala ve taqaddas barliq Uyg'ur musulmonlarining o'zini Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mana bugünkü biz so'zlagan bu maxfiy tashkillanish ve maxfiy da'vat hayotidan yaxshi ulgu ve yaxshi namunalarni elishini ve buningdan keyingi faoliyatlarida nayt puxtalik bilan yo'l tutib, zalim, zo'ravon, tajovuzchi kuchlarga qarshi o'zining faoliyatlarida yaxshi unum, yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun oldingi qadamlarda puxta qadam bosishlarini Allah muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.